Sahobalarga e'tibor bersak, hayoti davomida nimalar qilib o'tdi? Agar sahobalar bizga Alloh sahrosini yolqov bo'lganda, bizga din yetib kelmaydi. Va bizga achinarli joyi, biz dinni keyinlariga qanday yetkazamiz bilmaymiz. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eng ko'p qo'llab-quvvatlagan yoshlar bo'lganda, hozirgi kunda o'ta sanoqli dinga xizmat qilayotgan yoshlar, mana shu yerda turib Abdazam aytib o'tdi, janoza o'qidik dedi, 14-15 yoshlar, kelayida bo'lib qoldi. O'ta achinarli, bizning ummat masalan 18 yoshda Usoma bin Zayd ummatni, u Abu Bakr, Umarlar borida boshladi. Yo hali yoshdan sen dedi-da, qachongacha yosh bo'ladi? Aynan shular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida mana Abdurrahmon ibn Avf aytdi. O'ng tomonga qarasam 15 yoshar bola, Muaz Muaviz kuchliroq bo'lmadi-da. Yo'q, shular aynan bo'ldi. Endi birodarlar, yoki bo'lmasam hozirgi Nuaym ibn Mas'ud bitta o'zini maqtashadi. Ya'ni biz dinga xizmat qilgan bo'lsak, keyingi avlodga buni estafeta deyiladi, topshirishimiz ham bor.